Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz dissimerlangan tuberkuloz haqida tushunchaga ega bo'lish bilan kechadi. Dissimerlangan tuberkuloz nima? Unga ta'rif beradigan bo'lsak, bu kasallik tuberkuloz kasalligining klinik shakllaridan biri hisoblanadi va organizmda limfogin va gematogen yo'llari orqali o'pka va boshqa organlarda tarqalishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bu kasallikni tarqalish yo'llariga keladigan bo'lsak, o'zi bilamiz, boshqa turdagi klinik shakllarda tuberkuloz aerogen havo tomchi yo'llari orqali va kam hollarda alimentar va kontakt yo'llari orqali yuqadi. Lekin bu kasallik rivojlanishi uchun обязательно limfogen va gematogen, gematogen va limfobronxogen yo'llari orqali tarqalish kerak bo'ladi. Bu tarqalish yo'llari orqali tarqalish uchun ham bizda birlamchi yoki ikkilamchi infeksiya manbai bo'lishi kerak. Infeksiya manbai qayerda bo'ladi? Biz bilamiz, birinchi oldingi darslarda ham tushuntirganmiz, birinchi infeksiya aerogen yoki havo tomchi orqali o'pkaga tushgan holatini ko'radigan bo'lsak, birinchi bu yerda traxeya orqali bu yerda infeksiya havo yo'li orqali keladi va bu yerda alveolositlar va bu yerdagi limfa bezlarga o'rnashib oladi. Va keyinchalik bu yerda immun hujayralarimiz tomonidan makrofaglar, T limfotsitlar va boshqa turdagi immun hujayralarimiz tomonidan infeksiyaga qarshi kurash jarayoni amalga oshadi. Bu yerda makrofaglar kelib, T limfotsitlar va makrofaglar kelib, bu yerda granuloma, oldingi temada tushuntirganimiz mexanizmini granuloma yoki tuberkuloma hosil bo'ladi. Agar bizning immunitet hujayralarimiz yaxshi rivojlangan bo'lsa, immunitetimiz baland bo'lsa, organizmimiz mana shu bakteriyani o'z nazoratiga olib oladi, ya'ni latent fazaga tushira oladi. Qachonki bizning immunitetimiz pasaysa, bu infeksiya latent fazadan reaktivatsiya jarayoniga o'tadi, ya'ni yana faol fazaga o'tib, bilamiz bu yerda limfa tomirlar, qon tomirlar joylashgan bo'ladi. Mana shu tomirlar orqali keyinchalik boshqa organlarga tarqaladi. Bu jarayon qaysi holatlarda tarqaladi? Ya'ni biza bemor qanaqadir o'sha preparatlar, immunosupressiv preparatlar qabul qiladigan bo'lsa, bemorni yoshi baland bo'lsa, ya'ni qariyalarda immunitet o'zi past bo'ladi. Yosh bolalarda, bundan tashqari boshqa yondosh kasalliklarda, ya'ni oitis kasalligi, orttirgan immun tanqislik kasalligida va qandli diabet bo'lishi mumkin va boshqa turdagi kasalliklarda immunitetimiz past bo'ladi va shu holatlarda dissimerlangan tuberkuloz rivojlanish mexanizmi yuqori hisoblanadi. Dissimerlangan tuberkuloz o'z navbatida 3 guruhga bo'linadi, ya'ni o'tkir, o'tkir osti va surunkali turlarga bo'linadi. Bugungi mavzuyimiz o'tkir dissimerlangan tuberkuloz haqida bo'ladi, ya'ni o'tkirning ikkinchi nomi milliard tuberkuloz deb ataladi. Shu milliard tuberkuloz agar boshqa adabiyotlarda kelsa, bu o'tkir tuberkuloz bo'ladi. Bu tuberkuloz turi o'ziga xos bir qancha qiyinchiliklarga ega bo'lganligi uchun, ya'ni davolashda yoki uni simptomlari tuberkulozga o'xshamagan simptomlar bilan kelganligi uchun ham shu kasallik haqida qisqacha tushunchaga ega bo'lamiz. Infeksiya qonga tushgandan so'ng bu yerda boshqa organlarga tarqalish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Qaysi organni zararlashi uni mahalliy immunitetiga bog'liq. Agar qaysidir organni mahalliy immuniteti pasaygan bo'lsa, ya'ni unda patologiyaga ketadigan bo'lsa, agar suyaklarda bo'ladigan bo'lsa, suyakda osteoporoz kasalligi ketadigan bo'lsa, suyaklarni zararlashi bilan namoyon bo'ladi. Uni meningial turi bor, tifoid turi bor, ya'ni tifoid turi degani biz bilamiz, qorin bo'shlig'ida qon tomirlari yaxshi rivojlangan, ya'ni qorin tifiga o'xshash klinik belgilar bilan kechadi, lekin uni qo'zg'atuvchisi tif tayoqchilar emas. Ya'ni o'zi o'pkada bilamiz, o'zi bu yerda o'pka birinchi o'choq o'pkada boshlangan, ya'ni o'pkada mahalliy immuniteti past. Shuning uchun ko'pincha infeksiya qon tomirlari orqali yana qaytib kelib, kichik tomirlar orqali o'pkaga umumiy tarqaladi va milliard deyishga sabab o'zi milliard bu kichkina yoki millet boshqa tillarda inglizchada yoki lotinchada o'sha tariq degan ma'nolarga anglatgan, ya'ni tariq o'zi juda kichkina 2 mm gacha bo'ladi va o'pkada tariq ko'rinishidagi kichik o'choqlarni paydo qiladi. Ikkita o'pkada bir xil, chunki bu gematogen va limfogen orqali tarqalganligi uchun, qon tomirlari orqali bir xil ta'minlanganligi uchun o'pkada bir xil ko'rinishda kichik o'choqchalar, ya'ni bu o'choqchalarning diametri
1-2 millimetrdan kichik bo'ladi. Shuning uchun ham bu kasallikda rentgenda yaxshi aniqlanmasligi mumkin boshlanishida. Shuning uchun ham bu yerda kompyuter tomografiya kerak bo'ladi. Kompyuter tomografiyada biz oddiy rentgenografiyada ko'rinmaydigan o'choqchalarni ko'rishimiz mumkin. Infeksiya organizmga o'z ta'sirini ko'rsatgandan keyin bu yerda klinik belgilar namoyon bo'lishni boshlaydi. Ya'ni o'pkada bo'ladigan bo'lsa, o'pkada bu yerda alveolotitli alveolalar bor. Ya'ni alveolalarda o'choqlar paydo bo'lganligi hisobidan bu yerda gaz almashinuvi susayadi va bemorda nafas olishga qiyinchiliklar va hansirash yuzaga keladi. Bundan tashqari birinchi belgisini yozib qo'ydik, ya'ni hansirash. Keyingisi boshqa tuberkulozlardan farqi bu isitmada. Ya'ni boshqa tuberkulozlarda bilamiz, subfebral isitma 37-37,5 gradus atrofida bo'ladi, lekin o'tkir dissimerlangan tuberkulozda 38-40 gradusda bo'ladi. 8-40 gradus atrofida bo'ladi. Keyingisi ko'krak qafasidagi og'riqlar. Ya'ni o'pka to'qimasida bu yerda og'riq sezuvchi retseptorlar mavjud, ya'ni bu plevra bilan bog'liq, ya'ni nafas olgan vaqtda og'riq yuzaga keladi. Og'riq. Keyingi belgilari bu ozib ketish. Anoreksiya, ishtaha bo'lmasligi, holsizlik, va umumiy ahvolini ba'zi holatlarda yomon bo'lgan holatni ko'rishimiz mumkin. Sababi harorat juda yuqori va sepsis ko'rinishida bo'lganligi uchun umumiy ahvoli ham og'irroq bo'ladi. Bu kasallikka diagnoz qo'yishimiz uchun bu klinik belgilar bilan birgalikda biz uni shikoyati, anamneziga e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Ya'ni shikoyatlari biz aytdik, ya'ni o'sha klinik belgilar: isitma bo'lishi, og'riq, ozib ketish, anoreksiya, ya'ni ishtaha bo'lmasligi, ya'ni bu yerda toksik moddalarning ko'payish natijasida ishtaha bo'lmasligi kuzatiladi. Hansirash, holsizlik, yo'tal biz e'tibor berib, shikoyatlardan bilib olamiz va anamnezida bemor qayerlarda bo'lgan, migratsiyada bo'lganmi, uni oilasida qanaqadir kimnidir tuberkuloz kasalligi bilan kasallangan yoki kasallanmaganligini va bemor tuberkuloz kasallangan kimdir bilan kontaktda, ya'ni muloqotda bo'lgan yoki bo'lmaganligini biz sinskor bilan tekshirib ko'ramiz va kasallikka yanada o'sha aniqlik kiritish uchun biz instrumental va laborator tekshiruvlarni o'tkazamiz. Laborator tekshiruvlaridan tekshirishda umumiy qon tahlili. Umumiy qon tahlilida biz ko'ramiz, leykositozni ko'rishimiz mumkin. Leykositoz, limfopeniya, eozinopeniya, HT oshishini ko'ramiz. Bioximik qon tahlilida esa o'sha S reaktiv oqsilni ko'rishimiz mumkin. Bioximik qon tahlilida S reaktiv oqsil oshishi va qonda oqsillar disbalansi, ya'ni albuminlar miqdori kamaygan bo'lishi mumkin. Ya'ni bunda ishtahasizlik hisobidan oziqlanish bo'lmaydi va bemor qonida gipoproteinemiya yuzaga kelishi mumkin. Gipoproteinemiya yuzaga kelishi mumkin.
Bundan tashqari bakteriologik va mikroskopik tekshirish usullari mavjud. Hozir o'chirib olamiz. Milliard tuberkulozda tuberkulin testlarini o'tkazganimizda manfiy berishi mumkin. Sababi bemorda immunitet juda past. Tuberkulin ba'zida manfiy. Diaskin testi esa testi manfiy yoki ba'zida musbat ham chiqishi mumkin. Yanada tuberkulozning tashxisini aniqlab qo'yishimiz uchun bakteriologik tekshiruv o'tkazish kerak. Bemorda milliard tuberkulozda balg'am ajralishi juda kam. Shuning uchun bu yerda bronx va o'pka yo'llaridan yuvindi olishimiz mumkin. Ya'ni maxsus apparat yordamida, ya'ni bronxoskopiya yordamida maxsus yuvindisini olib, uni bakteriyalarga ekish orqali uni antibiotik sezuvchanligini aniqlashimiz mumkin va bakteriya turini aniq diagnoz qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bakteriologik tekshirish usuli. Biologik tekshirish usuli. Rentgen va kompyuter tomografiya bu yerda muhim ahamiyatga ega. Lekin milliard tuberkulozda ba'zida rentgenda aniq bir ma'lumot bermasligi mumkin, lekin kompyuter tomografiyada biza turli kesimlarda ko'rganligimiz uchun uni parenximasidagi o'zgarishlarni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun rentgen obzor qilinadi va kompyuter tomografiya orqali yana tasdiqlanadi. Kasallikka diagnoz qo'yganimizdan keyin to'g'ri davolash chora-tadbirlarini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri davolash uchun birinchi o'rinda mikroorganizmni antibiotikka sezuvchanligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Ba'zi mikroorganizmlar o'zining rezistentligi tufayli ba'zi preparatlar ta'sir qilmaydi va yanada bemorni og'ir ahvolga tushirib qo'yadi. Shuning uchun albatta antibiotikka sezuvchanlikni aniqlash zarur hisoblanadi. Ba'zi preparatlar biz aytdik, ya'ni rezistentligi bo'lgan mikroorganizmlarni davolashda ikkinchi qator dori preparatlari bor. Ya'ni bu preparatlar haqida keyingi darslarda tushuntiramiz. Hozir esa hech qanaqa rezistentligi yo'q bo'lgan mikroorganizmni davolash chora-tadbirlarini tushuntiramiz. Birinchi 56 kun izoniazid 10 milligram kilogram. Kilogram 10 milligramda beriladi. Rifampicin 5 mikrogram kilogramda. Pirazinamid va etambutol. Bu 4 ta antibiotik intensiv davo uchun, ya'ni 56 kun davomida qo'llaniladi va doimiy qo'llashda yana bu yerda rifampicin va izoniazid. Bu kamida 6 oy 9 oy davomida beriladi. Ya'ni davomiysi 6 oy 9 oy. 6-9 oy davomida beriladi. Va bemorning ahvoli umumiy kuzatib boriladi. Ya'ni rentgen va kompyuter tomografiya orqali bu o'choqlar yo'qolishi yoki yo'qolmasligini kuzatib borib, davoni keyingi davo chora-tadbirlarini ko'riladi. Bugungi mavzuyimiz qisqacha diseminlangan tuberkulozni milliard shakli haqida tushunchaga ega bo'lish bilan bo'ldi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat. Qolgan ma'lumotlarni keyingi darslarda bu preparatlarni aynan nima uchun tuberkuloz tayoqchalariga ta'sir etishini batafsil tushuntiramiz.
va nima uchun boshqa antibiotiklar aynan tuberkulyoz ta'sir qila olmasligi haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz.